Assalomu alaykum barchaga tajriba uz kanali obunachilari va kanalimda mehmonlar. Sizlarni ushbu rolikda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xush kelibsizlar. Xo'p, e'tibor beramiz. Bu yerda 1 kunlikdan 25 kunlikgacha bo'lgan jo'jalar bor. Indiskiy begunok va indiskiy o'rdak jo'jalari qay ravishda o'zgaryapti, o'zgarmayapti, o'zlaringiz baho berasizlar. Kuzatib boringlar. Shu jo'jalar eng kichkinalari 1 kunlik, 1 sutkali, 2 sutkali jo'jalar bor bu yerda. Va eng kattasi indiskiy begunok. Kim kanalimda doimiy ravishda kuzatib borayotgan bo'lsa, bir dona eksperimentga 28-aprel kuni ochib chiqqan indiskiy begunok jo'jamiz ham bor. O'rtarog'ida chiqardik. Uni отдельный qo'yib yuborganman zovurda. Alohida yuribdi. Mana bu indiskiy o'rdak jo'jalari kattalari 18 kunlik bo'ldi. Примерно 15 kun bo'ldi. Yeb ichishni boshlaganiga, ochib chiqqaniga 18 kun bo'ldi. Mana shu konteyner idishda bo'yi teng kelyapti. Bir qarish hisobda o'sdi. Mana shu qo'lim bilan olib qo'yganim yerga dog'lasa xo'rozga o'xshayapti. Shunaqa kattalari xo'roz bo'ladi bularda. Jissasi maydaroqlari mana ikkinchi qo'yganim makiyon. Bu uchinchi qo'yganim xo'roz. Katta kichigidan agar jo'jalaringiz bir paytda ochilgan bo'lsa, e'tibor beringlar. Eng katta yiriklari xo'roz, jissasi kichkinaroqlari makiyon bo'ladi. Keyin panjalari ham katta bo'ladi xo'rozlarini. O'rtacha 20 ta jo'jadan 10 ta xo'roz, 10 ta makiyon ko'rib turibman bu yerda. Plus minus 50 bo'lyapti. Bular 18 kun mobaynida shu hozirgacha mana bugundan boshlab bular katta-kattaga o'tadi. Общий kattaga olib o'taman, iloji yo'q, negaki o'zlaridan nihoyatda issiqlik chiqaradi ekan bu o'rdaklar, qizib ketadi ekan. Qo'lingiz bilan ushlasangiz ham qizib turadi ekan. Bu общий podvalimdagi hozir sharoitim yo'q. Eplab shu podvalda boqyapman. Shu 15 kun, 20 kungacha qilib boqib, mana endi haligi sal-pal kalamush, ilon tortib ketmaydigan darajaga yetgandan keyin shu qo'lingiz bilan ushlasangiz bittasi katta bo'lib to'laydigan paytda endi bularni katta-kattaga olib o'tishga majbur bo'lyapman. Negaki sharoitim shuni taqozo qilyapti. Agarki bularni katta-kattaga olib o'tmasam, bular podvaldagi qolgan kichkina jo'jalarni ezib olyapti yoki shu billa hammasi jipislashib yotganda bularda issiqlik chiqib, ularni tellatib yuboryapti. Patlarini uyutib, bosib olib, shu taylardan qolib ketib, poteriya bo'lib o'lish holatlariga ham boryapti. Hozircha 100 tadan oshiq bularning soni. Примерно bir 3 ta nobud bo'ldi. Ular slabiy jo'ja bo'lib o'zi tug'ildi. Eng oxirlari bo'lib kichkina bo'lib shular nobud bo'ldi. Bir 3 tasi ularni yoshligida begunoklardan bo'ldi. Indiskiylar ham hozircha poteriya bo'lgan yo'q. Begunoklardan 3 tasi shu 3 kun 4 kunligida suvga qo'yganimda, shu aqa chaqib qo'yganimda shu kalamush yoki qunduzmi tortib ketgan. Shu bilan 6 tacha poteriya bo'ldi hozircha. Yeb ichishlari bulardi oddiy shu makkani maydalangani, примерно 2 kilo makkani maydalanganiga 1 kilo startoy kombikorum alohida qo'yiladi. Videoni boshida ko'rsanglar bo'ladi, ko'rgan bo'lsanglar ham kerak. Alohida qo'yiladi qurug'ini, keyin yoniga yana doimiy ravishda tugashiga qarab, yangi yeyishiga qarab, talabiga qarab ko'paytib borilaveradi. Xuddi shu startoy kombikorum makkani maydalangani va kepay qo'shiladi unga. Juda ishtaha bilan zo'r yeydi ekan uni ham. Chem mana qurug'iga qaragandan ko'ra uyutib kepak, makkani maydalangani, startoy kombikorum shu uchalasini aralashtirib berasizlar. Примерно 2 kilo makkani maydalangani, 1 kilo startoy kombikoruma ikkalasini aralashtirib olasizlarda, misol aytganda bir chini shu
doningizdan solasiz, birini kepaga solasiz. Shu ikkalasini qorishtirib, suvda namlab, chilib bo'lmaydigan holatga kelganda shu nam holatida bersanglar juda ishtaha bilan chem qurug'idan ko'ra yaxshi yeydi ekan bular. Shuni men bildim va doimiy ravishda ham qurug'i va ham namlab bularni boqyapman. Va bu yerda videoga olaparni ham qo'shib qo'ydim, chunki bu meni nima deydi, security'm, qo'riqlovchim juda yaxshi xizmat qilyapti. Buni novvoyxonadan topib oldim, yetim ekan. To'g'risi ham novvoyxonadan topib oldim. Ertalab bordim. Novvoyxonani oldida yurgan ekan, egasi yo'q deyishdi. Olib kelishga majbur bo'ldim. Sababiki tulki paydo bo'lib qoldi. Tulki hech qanaqa mana bu zavor pavoringizni, g'ish-pishingizni nazar pisand qilmasdan bemalol sakrab kirib, yeb chiqib ketaveradi ekan. Tuxumlarni ko'p yeb qo'ydi va endi katta o'rdaklarga o'tyapti. Bir ikkitasini katta o'rdaklarni ham xullas tishlab ketgan. Qayerdan tishlagan, qanday o'lgan bilmayman. Shu yotibdi, muzlab qolgan. Og'zidan, burnidan qon kelib yotibdi, lekin qayerdan tishlangani ko'rinmadi. Xullas, shu bir kuni baqir-chaqir bo'ldi. Soat 2 da hech payt kirsam, tulki g'ajib xullas hujum qilib yurgan ekan. Ichkarida gulat qilib, banket qilayotgan ekan. Xullas shunaqa bo'laverdi. Tuxumlarim yo'q, o'zidan o'zi poteriya bo'lib qolaverardi, kamayib qolaverardi. Xullas mana shu itni olib keldim. O'shandan beri hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Mana shu it sababchi. Avvalo Xudo. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Bu indiyskiy beginor jo'jamiz 28 aprel kuni ochilgan. Onasi ochgan buni. Indiyskiy o'rdak jo'jalarning onasi. O'sha ko'rib turgan katta indiyskiy o'rdak jo'jalardan shu 5 kunlik katta xolos. Примерно 1 hafta yo 5 kun. Xullas natija yaxshi yomon emas. Bundan ham katta bo'lib ketardi. Iloji bo'lmadi, podvalda boqdim, chunki ishga boraman, kelaman, vaqtim bo'lmaydi. Podvalda katta bo'ldi, bechara ancha qiynaldi. Lekin sharoit katta. O'zingiz ertalabdan kechgacha baxtsiz, mishiqqa yem qilmasdan, o'zingiz qarov bilan kenglikda yaxshi, bundan ham katta bo'ladi. Hozirgi natija ham yomon emas. 25 kunlik nimasiga primерно 25 kunsa 3 kun yeb ichmaydi. 22 kunlik yeb ichgan holatiga yomon emas, xudo xolasa. Buni hozir kattalarni kattaga qo'yganimga 2 kun bo'ldi. Buni 2 kun oldin kattalarning oldiga, onalarning oldiga qo'shib qo'yganman. Asta-sekinlik bilan bu ham katta donlarni, bug'doy makkalarni yeyishga harakat qilyapti. Buni boqmay qo'ydim, o'zi tirikchiligini qilyapti zo'rdan. Hozircha mana ko'ryapsiz, gul bir qarich, guldan ham baland. Примерно 30 santimetrga bo'lsa 25 santimetrdan baland. Videoda qanaqa ko'rinadi bilmadim-u. Shu bir qarichimdan baland, eniga ham, bo'yiga ham. Agar bularni meni videoda ko'rib turgandek podvalda boqib, bir oylik qilib, примерно keyin ko'chaga chiqaraman, itmishiqdan o'zini himoya qiladigan darajaga yetguncha baqaman desangiz, yo baqishga majbur bo'lib qolsangiz, tavsiya qilardim, skvoznyagi, havo almashinuviga e'tiborliroq bo'linglar. Bular shu 5 kun, 10 kundan keyin o'zidan o'ta katta qizdiradigan darajada energiya chiqaradi ekan, namlikni yuqori qilib yuboradi ekan. Shunga men guvoh bo'ldim va buni oldini olishga harakat qildim. Skvoznya qildim, oz-moz, lekin baribir kam bu ham. Hozircha shular do'stlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildim. Kimgadir ma'qul bo'lgan bo'lsa, shu video ko'rib maza qilgan bo'lsa, hatya bir jo'jalarni ko'rib xursandman men bundan. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kanal kerak deb bilsanglar. Video yoqqan bo'lsa bittadan like. Majburiy emas. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omad hammaga.